Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tunikafon kanalida sizlar do'stlar. Videomiz kimga foydali bo'lsa bir dona like tugmachalarini bosib, sizlardan pardeshga shuni kutib qolamiz do'stlar. Bu ishimizni mana Xudo xolasa mana bugun yakunlab oldik. Mana bu joyimizda ko'rgandinglar, oldingi holatini, bitgan holatini qo'yapmiz. Shortslarga bitmagan holatlarni qo'yganmiz, ko'rib baho berasizlar. Bu ishimiz общий 250 kvadrat bo'lib bitdi. Xudo xolasa bitta burchagimiz qoldi. Uni qilyapmiz. Xudo xolasa mana bugun 19-yanvar. Xudo xolasa o'ta go'zal holda qilib berdik do'stlar. Bu esa mana robotxonasiga ham baho berasizlar. O'rtada regel tashagandik ham. Mana shunaqa qilib ko'rib Xudo xolasa go'zal holda qilib berdik. Pianinolarimizni ham qatirib ko'rib turibsizlar, mana 8 tadan tushadi hamma tarafiga. Xudo xolasa go'zal holda bo'lib bitdi. Kimga foydali bo'lsa bir dona like tugmachalarini sizlardan kutib qolamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'lib, sizlar vodiydanki bo'lsanglarki bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Mana do'stlar, bu tarafi ham oddiy tekis holat qanaqa chiqadi degan obunachilarimizga mana ko'ringlar, mana o'ta go'zal holatda bo'lib chiqadi bu ham. Buni agarda ko'rib qilsak, o'rtasi umuman kichkina bo'lib qolyapti o'zi. Shuning uchun bu yoqlarni mana tekis holda qilib, ko'riblarni mana o'rab go'zal qilib berdik. Bu ishimizni Andijon shaharda qilib berdik. Raddomda oldidan kirsa ham bo'ladi, soatda oldidan kirsa ham bo'ladi. Mana burchaklarimizga ahamiyat beringlar, ustalarimiz tarafdan. O'ta qo'llari gul ustalarimiz qildi bu ishimizni, mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Sizlar vodiydanki bo'lsanglarki bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Kanalimiz yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videomiz keyinroq tarqalishiga hissanglarni qo'shib, like tugmachalarini bosib, bu videomizni ko'proq gruppalarga tarqatishda sizlar shunisidan yordam berib tursanglar, sizlarga bundan ham go'zal hollarda bir yangicha fasonlarimiz ham bor. Ularimizni ham sizlarga albatta joylab boramiz. Sizlar ko'rib fikringlarni qoldirib, kommentariyada fikringlarni qoldirsanglar, qaytidadir ayb joylarimiz bo'lsa, keyingi ishlarimizda yana yopib ketishda biz harakat qilamiz. Xudo xolasa bu 0.4 qalinlikda qilib berdik obunachilar bu ishimizni. Mana ko'rib turibsizlar, ustalarimiz tarafdan bomba bo'lib chiqdi. 0.4larimizni hozir esa 150 ming so'mdan qilib beryapmiz obunachilar.